Eng katta bizda vabo bu sudlarda. Kim u sud raisiga vakolat berdi? Osmonda yurishga. MVD ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikta to'daga qo'shilgani uchun men uni vijdonim qabul qilmadi. U O'zbekiston ministri bo'lib yurib, pogonni, generalni, ikkita generalni olib tashladim. U o'yinlaringga yig'ishtir. Yangi bo'lgan bir paytlari janob rais yurtdi bu yerda. Men hozircha ulardan qani olisibdi rais. Qani ma'unlaring sen? Usmonov sanam tur. Men mutlaqo noroziman. Amma sandan ham hamma butun elda oldida aytayapman. 3 oyda ichida hamma 4 ta o'ngam ishla olaman. Sen o'ylama tag'i sayladi qo'yadi deb. Yo'q. Meni vakolat menga xalq bergan. Tamam, boshqa hech kim emas. Sizlar oyog'ing yerdan uzilsa, men seni insofli deb qo'yganman o'sha yerda. Daftarga senga olib kelib plus minus qilib berayotganini men ham eshityapman. Men senga aytishdi o'rtoq Ismoilov. U o'yinlaringga yig'ishtir. Umring uzoq bo'lmaydi. Ahmedbayevda hamma diplom olib, generallarini qaytib olib, bilasan qayerda yuribdi hozir. Ministr MVD sotqinligi uchun, xiyonatchiligi uchun. MVD ministrimdagi xiyonatchi bo'lib, birikta to'daga qo'shilgani uchun men uni vijdonim qabul qilmadi. U O'zbekiston ministri bo'lib yurib, pogonni, generalni, ikkita generalni olib tashladim. General leytenantimish. Shuning uchun sen ham unutma. Nima uchun men bunday qattiq gapiryapman? Biz hozir aytyapmiz. Sudni tayinlashdan oldin u o'zi bordi, Andijonga bordi. 10 ta sudni olib yurib, 10 ta mahallaga olib bordi. Bironta mahallaning ahli yo faollari sud raisini tanimaydi. Tanimaydi. Kim u sud raisiga vakolat berdi? Osmonda yurishga. Kim? O'rtoq Usmonov. Sen ham bir qattiq qo'llab bergan, menga 2 ta 3 ta nomzod berganing menga ham yoqmayapti. Shuning uchun sudyalar mana shu jamoatchilik deganimiz sudni tayinlashdan oldin o'sha rayonga borib muhitini bilsin, odamlarni bilsin, odamlarning mentalitetini bilsin. Keyin marhamat men qo'l qo'yinglar deyman bo'lsin. Odam bilan ham nafas bo'lsin u sabuloqi. Qaror chiqarishimiz tarbiya-ku. U qamagan odam ham O'zbekiston fuqarosi-ku. U degan noinsof sudlarga mana 3 ta turibdi ma'un. Bir tiyinga qimmat emas. Men o'zim hali odam tarbiya qila olmayapman. Eng katta bizda vabo bu sudlarda. Shuning uchun mana eshiting sizlar tika turib, mazkur sohadagi islohotlarni davom ettirish lozim. Shu maqsadda Oliy Majlis huzurida sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlashga ko'maklashish komissiyasini tashkil etsa nima deysizlar? Diqqat! O'zbekistonda barcha telefon ishlatadigan o'zbek fuqarolar diqqatiga. Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarda shoshilinch xabarlar tarqaldi. Darhol barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistondagi eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, hozirroq video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, telefonni ko'p tomosha qilgan bolalar umrbod ko'zoynak taqishga mubtalo bo'lishlari mumkin. Bolalar ko'z soqqasi 20 yoshgacha shakllanadi. Ko'z soqqasini diametri o'rtacha 24 mm bo'lishi kerak. Telefon va televizorni yaqindan ko'rish natijasida ko'z soqqasi zo'riqadi va kattaroq bo'lib shakllanadi va ushbu bola ko'zoynak taqishga majbur bo'ladi. Yosh bolalarga aslo telefon bermang, ota-onalarga yuborib ogohlantirib qo'yamiz. Hozirda ushbu holat ko'payib bormoqda va bolalar telefondan boshini umuman ko'tarmay qolishdi, deyiladi xabarda.